Assalomu alaykum. Kuni kecha 2024-yilda 20-aprel kuni o'sha firibgarlik va boshqa jinoyatlarda ayblanib qamalgan va oradan 6 kun o'tib tergov izolyatorida vafot etgan navoiylik tadbirkor Azamat Xoliqov oqlandi. Ya'ni firibgarlik moddasi bo'yicha oqlandi. U kishi firibgar emas ekan aslida. Lekin bugun endi u kishi oramizda yo'q, o'lib ketdi. Lekin endi u kishini o'sha dastlab vahima qilib o'sha tergovga izolyatorga olib kirib qo'yib, qanaqadir qiynoqlar bo'lganligiga endi men ishonaman. Yo'q, bizda qiynoq bo'lmagan, bizda tergov izolyatorida, tergovda faqat farishtalar ishlaydi deb qancha oqlashga harakat qilmasin. Biz ichki ishlarimiz yo tergov organlarimiz, men ishonmayman. Meni fikrimcha u kishiga nisbatan qiynoq bo'lganligi, eng kamida ruhiy qiynoq bo'lganligi sababli u kishi vafot etgan tergov izolyatorida. Vafot etib ketdi. Firibgar deb hisoblangan inson, lekin aslida firibgar emas ekan u kishi. Boshqa moddalar bo'yicha qolgan javobgarligi, lekin ishonchim komil, aslida unda ham balki vaqt soati bilan aniqlanadi, unda ham hech qanaqa aybi bo'lmasa kerak. Qizig'i, ana u kishini yaqinlari, farzandlari qanaqadir darajada bu oqlovdan xursand bo'lgan, ma'nan rozi bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin savol, eng kerakli bo'lgan inson, ya'ni o'sha firibgarlikda ayblangan va aslida firibgar bo'lib chiqmagan inson bugun oramizda yo'q. Ana shu inson o'zi bahramand bo'lmadi bundan. Nahotki bizda odamlar tirikligida qadr topmaydi. Nahotki bizni o'sha jazolovchi yoki oqlovchi deymiz, to'g'rimi? Haqiqatda o'sha yuzaga olib chiquvchi va qonun ustuvorligini ta'minlovchilarimiz insonlarning tiriklik vaqtida qadr topishini uddasidan chiqolmaydimi? Nega haligacha o'sha albatta jinoyatni bo'yniga qo'yishda uni urish kerak, uni ruhiy azoblash kerak, aldab chaqirib har xil yo'llar bilan zulm qilish kerak. Nahotki sizni kallangiz, aql salohiyatingiz yetmaydimiki, siz qonun yo'li bilan uni bo'yniga aybini qo'yib berishga? Nega biz o'zimizni vatandoshlarimizdan, o'zimizni yurtdoshlarimizdan bunchalik ko'p nafratlanamiz? Nega? Nega biz qo'limizga kuch berilsa, vakolat berilsa, pagon yelkamizga tegib qolsa va odamlarni qanaqadir darajada taqdirini hal qilish imkoniyat, sehrli tayoqcha berilib qolganda faqat kuchimizni ko'rsatib qo'yish, zulm qilish yo'lida foydalanamiz? Nega? Bu qilayotgan ishlarimiz javobsiz qolib ketadi degan komil ishonch bo'lgani uchunmi? Yo sizga topshiriq berib turgan odamni siz xudo deb bilayotganingiz uchunmi? Nega? Nega mana shu Azamat Xoliqov yoki boshqa o'lib ketib oqlanayotgan odamlar o'lmasdan turib oqlanmayapti? Nega? Nega o'lmasdan turib ular firibgarga chiqarilmay, nima deydi, hamma inson qatori normal munosabat bo'lmayapti ularga? Nega? Nega bizning idoralarimiz haligacha inson degan insoniy o'zini qiyofasini ko'rsatib bera olmayapti? Hayvondan battar munosabat nega tugamayapti? Mana e'tiroz. Ya'ni inson tirikligida qadr topish kerak. O'lgandan keyin oqlashda shaxsan o'lib ketgan odam uchun qanchalik ahamiyati bor, men buni bilmayman. Uni yaqinlari uchun qanaqadir ma'naviy jihatdan bu yaxshidir. Lekin o'lib ketgan inson uchun bu qanaqa ahamiyatli? Yo yotgan go'riga telefon qilinadimi, "Sen oqlanding" deb, u kishi xursand bo'lib ko'z yosh qiladigan. Yo'q-ku, u kishini yo'q qilib bo'ldilaring-ku. Baraka topkurlar. Tirik saqlash mumkin emasmidi shuni? Mana alam qiladigani nimada? Oradan 100 yil o'tgandan keyin ham oqlayapmiz odamlarni. O'sha paytda nohaqlik bo'lgan ekan deb turib. O'sha tirik vaqtida o'shalar qadr topganda edi, uni bir insonni o'zi uchun ham bir ahamiyati bo'lgan bo'lardi. Hozir ahamiyati qanchalik u insonga degan savolga javob yo'q-da. Biz o'zimizcha to'g'ri qildik, boshqa deyapmiz, lekin o'lib ketgan insonni men bilmayman u qanday uni tushuntirib berish mumkin. Bilmadim to'g'risi. Biz o'zimizdan nafratlanishni to'xtatishimiz kerak.
o'zimizni yurtdoshlarimiz bunchalik qiynash, azoblash degan narsa nima beradi bizga? Hurmatli o'sha tergovchi, surishtiruvchi, prokuror, sudya va hokazo. Nima beradi sizlarga birovni azoblash? Birovni zakazini bajarib, kimnidir sog'lig'ini, vaqtini, umrini zoya ketkazishga, uni payxon qilish sizga nima beradi? Farzandlaringizni baxt kamolini ko'rish imkoniyatini beradimi yo? Yo umringizni uzaytirib qo'yadimi? Yo sog'lig'ingizga sog'liq qo'shilib qoladimi? Nima beradi sizga? Mana shu savolga javob berib olinglar. Mana shu sababdan ham odamlarni hozir siz bir yurib aylanib gaplashing, odamlarda ongi shuurida, qalbida qo'rquv instinkti uyg'ongan, ishonchsizlik instinkti uyg'ongan. Ishonmaydi. Xudo ko'rsatmasin, ishing tushmasin shularga deydi. Nimaga? Chunki sarson sargardon qilib rasvosin chiqarib bo'lingan, qo'pol aytganda. Ko'pchilik tashab boshqa yoqqa chiqib ketayotganlarda ham tub mohiyatida shu, adolat yo'q. Bir narsa desang tiqib qo'yadi, qiynaydi, uradi, o'ldiradi degan narsa bo'lib qolgan. Baraka topinglar, har biri shunga hissa qo'shyapsiz. Mana shu vafot etib oqlangan insonni timsolida ham buni ko'rsak bo'ladi. Eng qizig'i bilasizmi nima? Mana shu qoralashda, qiynashda qatnashganlar suvdan quruq bo'lib chiqib ketaveradi. Go'yoki ular hammani aldadi, o'zlaricha ishini qoyil qildi. Bo'lmagan gap. To siz tirik ekansiz, ko'zingiz ochiq ekan, umringizni oxirigacha sizni ma'naviy azob hech qachon tark etmaydi. Siz qotilsiz. Mana shu Azamat Xoliqovning o'limida ishtirok etgan kimki bo'lsa, qiynashda qatnashganmi, boshqami, endi yo bizda qiynoq yo'q deb hamma yoqda oqlab chiqayotganda bo'lishi mumkin jamoatchilikda yashab, lekin baribir o'zingiz aldolmaysiz. Kimniki qiynab, o'ldirib, sog'lig'ini ketkizishda qatnashgan kimki bor, to umringizni oxirigacha ko'zingiz ochiq ekan, sizni ma'naviy azob, ruhiy azob hech qachon tark etmaydi. Va men mana O'zbekistonning bitta yurtdosh, vakili, vatandosh sifatida rozi emasman. To ko'zingiz ochiqligida mana shu qilganlaringiz uchun siz ham javob bermasangiz, ruhiyatingiz bilan, qalbingiz bilan, tanangiz bilan javob bermaguncha men ham rozi emasman. Har bir qiynagan yurtdoshimiz uchun rozi emasman mana. Biz millionlab odamlar so'raymiz. Farzandlaringizni azoblanishini ko'ring siz ham kerak bo'lsa. Sizlarni o'zingizlarga ham mana shunaqa qaytganida, shularni ko'rib, ruhiy azob chekib, ana devday gavdangiz bukilib qolishini ko'rish. To nasib qilmaguncha biz ham rozi emasmiz. Bunchalik o'zingizga nafrat olmang, qiynamang odamlarni. Qachongacha endi to'g'ri tushunasiz, berilgan topshiriq biz hech narsa qila olmaymiz degan yelkani qisib turish sizni qachongacha qutqaradi? Bu sabab emas. Hurmatli o'sha birovlarni qiynashda qatnashayotgan odamlarni, mana shu pagonlilarni ota-onalari bilib qo'ying. Sizni farzandingiz, siz bexabar kimnidir umriga zomin bo'layotgan bo'lsa, kimnidir nohaq qiynayotgan bo'lsa, nohaq ayblayotgan bo'lsa, bilib qo'yingki, sizni sho'tingizga ham, siz ham bunga ma'nan javobgarsiz. Siz sho'tingizga ham la'nat kelyapti. Siz mana shunday farzand yetishtirganingiz uchun, mana shunday insonni davlat xizmatiga kirishiga sababchi bo'lganingiz uchun siz ham javobgarsiz mana. Kimniki farzand shunday qilayotgan bo'lsa, uni ota-onasi ham qo'shilib ma'nan javobgar. Mana shunaqa zulm qiladigan bir nobob insonni dunyoga kelishi-yu, davlat xizmatiga kirishiga u yoki bu daraja kim sabab bo'lgan bo'lsa, ota-onasi ham birga ma'nan javobgar. Hech qutulmaysiz. Shaxsan men mana shu O'zbekistonning bitta vakili sifatida men rozi emasman. Toki ota-onangizni ko'z yoshi bilan qo'shib javob bermagunizcha. Azamat Xoliqovning yaqinlariga, farzandlariga biz qandaydir ma'noda o'sha o'zimizni yupanchimizni bildiramiz. Umid qilamizki, boshqa moddalari bo'yicha ham u kishi to'liq oqlanadi.
va mana shu g'alaba ularni qandaydir ma'noda ruhiy azobini yengillanishiga sabab bo'ladi degan umiddamiz. Azamat Xoliqov singari nohaq ayblanib oqlanishini kutib yotganlarga ham biz tez orada oqlanish nasib qilishini, insofli, diyonatli, to'g'ri, halol insonlarning qo'liga ishi tushishini so'rab qolamiz, shunga umid qilib qolamiz. Aytayotgan gapimiz qilayotgan ishimizga mos bo'lsin. Sog' bo'linglar.